Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Gunoh sodir etgan mo'min kishi haqidagi qarashlar. Gunohi kabira sababli kufrga hukm etmasligining dalillarini o'rganishdan oldin, gunohi kabiralar to'g'risidagi qarashlarning farqlarini ajratib olinsa, ushbu masalani tushunish oson bo'ladi. Bu masalada ahli sunna val jamoa va adashgan firqalar orasida quyidagicha farqlar bo'lgan. Aslida birovni kofirga chiqarish yoki biror musulmonni dinidan qaytib murtad bo'lganiga hukm qilish nihoyat darajada xatarli ishlardan hisoblanadi. Chunki haqiqatdan kofir bo'lgan kimsalarga qattiq tahdidlar kelgan. Astaizu billah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. صدق الله العظيم. Ya'ni kofir bo'lgan kimsalarga esa shunday jahannam o'ti bordirki, na ularga hukm qilinib o'la olurlar va na ulardan jahannam azobi yengillatilur. Har bir kofirni mana shunday jazolarmiz. Fotir surasi 36-oyat. Ahli sunna val jamoaning mazkur masala to'g'risidagi qarashlari haqida Aqidatut Tahoviy kitobida quyidagilar yozilgan. Qiblamiz ahlini modomiki Nabiy sallallohu alayhi va sallam keltirgan narsani e'tirof etar ekanlar, mo'min musulmon deb ataymiz. Banda iymondan o'zini unga kiritgan narsani inkor qilishi bilangina chiqadi. Iqtibos tugadi. Ya'ni musulmon kishi ikki shahodat kalimasini talaffuz qilib ma'nolariga e'tiqod qilishi bilan islomga kirsa, ularning ma'nolarini inkor qilish bilan islomdan chiqadi. Gunoh tufayli kufrga hukm etmaslikning dalillari. Gunohi kabiralarni sodir etganlar qattiq gunohkor bo'lsalarda, lekin kofir sanamasliklariga oyatlarda ham, hadislarda ham Alloh amriga osiy bo'lgan bandani mo'min deb atalgani eng katta dalildir. Astaizu billah. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. صدق الله العظيم. Ey iymon keltirganlar, sizlarga o'ldirilgan kishilar uchun qasos olish farz qilindi. Baqara surasi 178-oyat. Boshqa bir oyatda esa shunday deyilgan. Astaizu billah. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا. صدق الله العظيم. Agar mo'minlardan ikki toifa o'zaro urushib qolsalar, darhol ular o'rtasini isloh etingiz. Hujrot surasi 9-oyat. Ushbu oyati karimalarda katta gunohlarni sodir etgan kimsalar mo'min deb atalgan. Bu esa gunohi kabira sababli mo'min kishining dindan chiqib ketmasligini anglatadi. Qolaversa, gunohi kabira qilganlar dindan chiqib kofir bo'lganlarida qasos olish, o'g'rini qo'lini kesish, zinokorning turmush qurgani yo qurmaganiga qarab ma'lum jazo berish kabi shar'iy jazolarga hojat qolmasdi. Balki ularga umumiy qilib dindan chiqib murtad bo'lgan kimsalarga beriladigan jazo joriy qilingan bo'lar edi. Shu ma'noda mazkur shar'iy jazolar tayin qilinganining o'zi ham mo'min kishining gunoh sababli iymondan chiqib ketmasligiga yorqin dalildir. Mashhur vatandoshimiz Umar Nasafiy rahmatullohi alayh mazkur masala to'g'risida quyidagilarni yozgan. Katta gunohlar mo'min bandani iymondan ham chiqarmaydi, kufrga ham kirgizmaydi. Alloh taolo o'ziga shirk keltirishni kechirmaydi. Undan boshqa kichik va katta gunohlarni esa xohlagan kimsadan kechiradi. Kichik gunohga jazo berishi ham agar halol hisoblashda bo'lmasa, katta gunohni avf qilish ham mumkin.
halol sanash kufrdir. Payg'ambarlar va solih bandalarning katta gunoh ahllari to'g'risidagi shafaatlari ko'plab xabarlar bilan sobitdir. Gunoh kabira sodir etgan mo'minlar do'zaxda abadiy qoldirilmaydilar. Mulla Ali Qori gunoh tufayli kufrga hukm qilmaslik to'g'risida quyidagi ajoyib iqtibosni keltirgan. Insonlar ikki xil bo'ladilar. Birinchisi mo'min odamlar, ikkinchisi kofir odamlar. Kofir odamlar bil ittifoq do'zaxda bo'ladi. Mo'min odamlarning o'zlari ham ikki qismga bo'linadi. Birinchisi itoatkor odamlar, ikkinchisi osiy odamlar. Itoatkor odamlar bil ittifoq jannatda bo'ladilar. Osiy odamlar ham ikki qismga bo'linadi. Birinchisi tavba qiluvchi odamlar, ikkinchisi tavbani tark etgan odamlar. Tavba qiluvchi odamlar bil ittifoq jannatda bo'ladilar. Tavbani tark etgan odamlar esa Alloh taoloning xohishida bo'ladilar. Iqtibos tugadi. Ammo mazkur gunohlarning kufr yoki kufr emasligi to'g'risida bahs munozara bo'lishining o'zi ham ularning naqadar xatarli ekaniga dalolat qiladi. Ushbularga o'xshash man etilgan ishlardan saqlangan bandalarning kichik gunohlari kechirilishi va'da qilingan. Astaizu billah. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sadaqallohul azim. Agar sizlar man etilgan gunohlarning kattalaridan saqlansangiz, kichik gunohlaringizni sizlardan o'chirurmiz va sizlarni rohat baxsh manzil jannatga kiriturmiz. Niso surasi 31-oyat. Ya'ni bandalar katta gunohlardan saqlansalar, kichik gunohlar ham o'chirilib, jannatga kiritiladilar. Katta gunohlardan saqlanish uchun esa avvalo ularni yaxshi bilib olish lozim. Gunohlarning turlari. Gunohlar ikki turga bo'linadi. Birinchisi gunohi kabiralar, ikkinchisi gunohi sag'iralar. Alloma Taftazoniy rahmatullohi alayh Sharh Aqoid kitobida quyidagilarni yozgan. Ibn Abbos roziyallohu anhuma kabira va sag'ira gunohlarga shunday ta'rif bergan. Had tayin qilingan yoki do'zax bilan yo la'nat aytilishi bilan yo g'azab qilinishi bilan tahdid qilingan har bir gunoh gunohi kabiradir. Dunyoda had tayin qilinmagan, oxiratda qo'rqituv bilan ogohlantirish berilmagan har bir gunoh sag'ira gunohdir. Iqtibos tugadi. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.